Hindistonda taksi haydovchisi o'ziga uylanish taklifini talab qilib bosim o'tkazgan ayolni yoqib yubordi. Politsiya Maharashtra shtatidagi 33 yoshli erkakni 26 yoshli ayolni o'ldirgani uchun hibsga olgan. Joriy yilning 26 noyabr kuni ayol uyga qaytmagach, qarindoshi politsiyaga murojaat qilgan. Aniqlanishicha, o'sha kuni ayol o'g'lini maktabga olib borib, so'ng taksi haydovchisi bo'lgan erkak bilan uchrashgan. Erkak uni o'zi tug'ilib o'sgan qishlog'iga olib borishni va'da qilgan, ammo buning o'rniga shahardan tashqariga olib chiqib bo'g'gan va temir truba bilan kaltaklagan. Keyin mashinasidan benzin chiqarib ayolni yoqib yuborgan. 27 noyabr kuni politsiya ayolning qisman kuygan jasadini topgan. Dastlab gumonlanuvchi jinoyatga aloqasi yo'qligini aytgan, biroq uzoq davom etgan so'roqdan so'ng u bir necha yildan beri jabrlanuvchi bilan munosabatda bo'lganini va ayol undan uylanishni talab qilganini tan olgan. Erkak oldinroq boshqa ayolga uylangani uchun munosabatni tugatishga qaror qilgan va undan butunlay qutulish uchun o'ldirganini aytgan. O'zbekistonning Qozog'istondagi bosh konsulligi ushbu mamlakat orqali Rossiya Federatsiyasiga yo'l olayotgan fuqarolarga murojaat qilib, davlat chegarasidan o'tishda qonunchilik talablariga qat'iy amal qilishni eslatdi. Konsullik ma'lumotiga ko'ra, so'nggi kunlarda ayrim o'zbekistonliklar Qozog'iston chegarasini noqonuniy kesib o'tishga uringan. Natijada Qozog'istonning vakolatli organlari ularni qo'lga olib, Jinoyat kodeksining 392 va 394-moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. Shuningdek, joriy yilning sentyabridan boshlab Qozog'istonda chegara buzganlik uchun javobgarlik yanada kuchaytirilgani, hatto uzoq muddatli ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Bosh konsullik fuqarolardan qonunlarni buzmaslikni, noqonuniy sxemalardan yiroq bo'lishni va faqat ruxsat etilgan nazorat o'tkazish punktlaridan foydalanishni qat'iy talab qildi. O'zbekiston Afg'onistondan keltiriladigan go'sht miqdorini oshirishga kelishdi. Bunga oid kelishuv Qishloq xo'jaligi vazirligi va Afg'oniston tomoni vakillari o'rtasidagi uchrashuvda imzolangan. Ta'kidlanishicha, bu tashabbus ikki davlat o'rtasidagi qishloq xo'jaligi va chorvachilik sohalaridagi amaliy hamkorlik dasturi doirasida amalga oshiriladi. O'zbekistonda jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorligi 1 million so'mdan oshganda, uni elektr energiyasining biling tizimi orqali undirish yo'lga qo'yiladi. Bu prezidentning soliqlarning yig'iluvchanlik darajasini oshirish va faol soliq to'lovchilarni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilandi. Unga ko'ra, yangi soliq boshqaruv modeli dastlab 2026-yil 1-yanvardan Namangan viloyatida sinovdan o'tkaziladi. Soliq qo'mitasi 2026-yil oktyabrga qadar eksperiment natijalari asosida uni boshqa hududlarda joriy etish bo'yicha takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritadi. Bu tizim ham chiqindidan qarzdorlik uchun elektr energiyasiga to'lovlarni cheklash tartibida ishlaydi. Bunda jismoniy shaxslarning soliq qarzdorligi belgilangan miqdordan oshsa, elektr energiyasi uchun to'lovlarda cheklovlar kiritiladi.